Bir chiroyli to'yimizni yanada chiroyli qilib o'tkazish uchun ajoyib bir san'atkorlarimiz tashrif buyurgan. Albatta Orifjon aka Do'stmatov boshchiligidagi mana shu qishloqda ajoyib bir san'atkorlardan biri. Mana shu senga navbatni bersaydi, mana shu yerda aytiladigan barcha kuy qo'shiqlar kelin kuyovlarimiz uchun ekan. Yangi yulduzlarni topib olibdi abadiy barhayot sevgi osmoni. Bu ikki yulduzni tabriklab shodon Orifjon kuylasin ishqi vafoni deymiz. Davramizga Orifjon akamizni taklif etamiz aka, marhamat. Ayol bu